O'zgacha kayfiyat, samimiy tilaklar. Ayni daqiqalarda tabrik vaqti. Assalomu alaykum, Orifjon aka bormilar? Bormi? Biz sizga yana damda tug'ilgan kun tabriklari loyihasidan qo'ng'iroq qilib turibmiz. Qarshi olgan xayrli yoshlaringiz, go'zal tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Har doim sog' salomat bo'ling, yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz baxtiga. Biz sizga yana damda tug'ilgan kun tabriklari loyihasining tabriknoma sahifasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Nima deb o'ylaysiz? Mana shunday quvonchli kuningizda siz uchun dilnomalarni, tabriknomalarni qay bir dilga yaqin insoningiz, mehriboningiz yozib qoldirgan bo'lishlari mumkin. Mumkin endi bilmadim kim yozib qoldirgan. Albatta, har bir yaqiningizdan kutasiz, har bir yaqiningizdan chiroq so'z eshitishga loyiqsiz. Bugun sizni suyuntirish uchun loyihamiz tomonidan dilnomalarni, tabriknomalarni hamma mehribonlaringiz, dilga yaqin insonlaringiz nomidan dadajoningiz Islom aka, onajoningiz Gulchehraxon opa, akangiz Qurbonboy akalar, oila a'zolaringiz, dilga yaqin insonlaringiz nomidan singiljoningiz Gulnoraxon opa hamda jiyaningiz Abdullohjonlar murojaat yo'llabdilar. Rahmat. Ilohim mehr-oqibatlaringiz bardavom bo'lsin. Mayli, ularning tabriknomalarini o'qib bersak. Mayli. Tashakkur, minnatdormiz. Ushbu dilnomalar, tabriknomalar siz uchun. Assalomu alaykum, men uchun qadrli, qadridan tavallud bo'lgan aziz insonim, mehribonim, akajonim, qadri osmonim. Avvalambor qarshi olgan xayrli yoshlaringiz, go'zal tavallud ayyomlaringiz bilan sizni chin qalbimdan muborakbod etaman. Meni baxtimga, oilamiz baxtiga hamisha sog' bo'ling akajon. Yaxshiyam borsiz, dunyo turguncha turing. Bunday yoshlarni, bunday tavallud ayyomlarni ko'pini ko'rib yuring. Mehr-oqibatimizga ko'z tegmasin. Singiljonim hamisha baxtli bo'lsin deya men uchun qayg'urgan, menga borini, jonini berishga tayyor bo'lgan fidokorim, eng aziz insonim o'zingizsiz. Akajon, yigit boshi sira ham egilmasin. Har doim eng go'zal davralarning to'rida o'zingiz bo'ling. Bu dunyoda sizdek mehribon insonlar, eng yaxshi akalar ko'p bo'lsin. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Har doim ham bu so'zlarimni o'zingizga aytolmayman. Bilaman, ko'p aytolmaganman. Qilmagansiz har damda yakka. Shu mehrimga bergunimcha tan. Sizni yaxshi ko'raman aka. Siz bor boshim yuraman egmay, ko'nglimizga topa olas joy. Uzoq umr yashang, g'am ko'rmay. Sizni yaxshi ko'raman aka. Otam kabi kuyunganim siz, singlim bor deb suyunganim siz. Balki qaddim tutmasdim siz. Sizni yaxshi ko'raman aka. Ming jahlingiz chiqqanda hamki, ranjib sizdan qilmayman ta'na. Aytmaganman, bilmaysiz chunki. Sizni yaxshi ko'raman aka. Dadam kabi dadamdek bo'lgan, yomon kunda yonimda turgan, yor do'stlar yo'qlamaganda bir kunda ming holimni so'rgan. Bitta qonu bitta jon akam, hammadan ham mehribon akam. Boringizga shukr aytaman akajonim, akajon akam. Akajonim, borligingizga ming shukrlar, shukronalar aytaman deya singiljoningiz dilnomalariga yakun yasabdilar. Qabul qilib olasiz o'zingiz. Rahmat. Ilohim mehr-oqibatlaringiz bardavom bo'lsin. Ayni damda ushbu suhbatimiz loyihamiz ijodkorlar tomonidan yozib olinmoqda. Sizning ham ular uchun aytar so'zlaringiz bo'lsa, aytishingiz mumkin. Men nima deyman endi, singlim tabriklabdi, jiyanim bilan, jiyanim katta yigit bo'lsin. Ilohim. Jiyanim kichkinada, singlim ham endi hali turmushga chiqmagan-ku, turmushga chiqsa baxtli bo'lsin, baxtini topsin. Ilohim. Ota-onasining baxtiga, bizning baxtimizga sog' bo'lsin. Albatta. Yana bir bora ayyomlar muborak bo'lsin. Mehr-oqibatlaringiz bardavom bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling hamisha. Rahmat. Tashakkur. Salomat bo'lsin.